Assalomu alaykum hammaga. Biz Farg'ona davlat texnika universitetida ishlab chiqaruv boshqaruv fakulteti menejment konferensiyasi 94-25 guruh. Men Dadaboyev Behriz, sheriklarim Qodirxo'jayev Marufxo'ja, Turg'unboyev Hasanboy, Bobazov Ruslanbek. Biz hozir o'rta darajadagi inflyatsiya iqtisodiyot uchun ta'sir qilishi mumkinmi haqida mulohaza ko'rsatamiz. Nima deb o'ylaysiz? O'rtacha darajadagi inflyatsiya iqtisodiyot uchun foydali bo'lishi mumkinmi? Chunki ko'pchilik inflyatsiyani deyish bilan faqat narxlarning tushishi yoki o'zgarishini nazarda tutadi. Ko'pincha shunday o'ylashadi, lekin aslida inflyatsiya iqtisodga sodir bo'layotgan jarayonlarning odatiy qismi. Ayniqsa o'rtacha darajadagi inflyatsiya iqtisodga ham foyda keltirishi mumkin, masalan 5-6%. Atrofidagi barqaror inflyatsiya ishlab chiqaruvchilarga ham, iste'molchilarga ham ma'lum darajada qulay. Men ham bu fikrga qo'shilaman. Past barqarorlik inflyatsiya iqtisodda pul aylantirib borligini bildiradi. Pul ko'p harakatlarini banklar kredit berishi, tadbirkorlarning investitsiya kirishi natijasida chiqarilgan keyingi yangi ish o'rinlari yaratilishi hisoblanadi. To'g'ri, lekin bitta minus tarafi bor. O'rtacha inflyatsiya yaxshi, lekin u nazoratdan chiqsa, masalan 15-20% yoki undan ko'p bo'lib ketsa, odamlarning real daromadini pasaytiradi. Shuning uchun davlatlar odatda inflyatsiyani ma'lum diapazonda ushlab turishga harakat qilishadi. Bir narsani tushunmadim. Inflyatsiya bo'lmasa hammasi yaxshi emasmi? Narxlar oshmaydi-ku. Yo'q, inflyatsiya umuman bo'lmasa ham yomon, chunki bu iqtisoddagi pul harakati sustlashganini bildiradi. Ishlab chiqaruvchilar narxning oshmasligini bilsa, yangilik qilishga, sarmoya kiritishga shoshilmaydi. Odamlar ham ko'proq jamg'arishga o'tib ketadi, bu esa iqtisodni o'sishini sekinlashtiradi. Yana bitta misol, tadbirkorlar biladiki, kelajakda narxlar biroz oshadi. Shu sababli ularga bugun ko'proq mahsulot ishlab chiqarib, tezroq sotishga intilishadi. Bu esa ishlab chiqarish, soliq tushumini ko'paytiradi, iqtisodiyotni jonlantiradi. Buni tushunish kerakki, demak inflyatsiya har doim ham salbiy emas ekan. Albatta, mutlaqo salbiy emas. Aslida muhim jihat inflyatsiyaning darajasi. U juda past bo'lsa ham muammo, juda baland bo'lsa ham muammo, o'rtacha daraja esa muvozanat beradi. Bundan tashqari o'rtacha inflyatsiya odamlarni pulni bekorga ushlab turishni undamaydi. Uni ishlatishga undaydi. Chunki bilishadi, pulning qadri biroz kamayishi mumkin. Bu esa iqtisodning faoliyatini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadi. Xullas, o'rtacha inflyatsiya bu iqtisodiyot yo'liga qo'yilgan moydek narsa. Juda ko'p bo'lsa xavfli, juda kam bo'lsa ham harakat sekinlashadi. Shuning uchun davlatlar uni o'rtacha darajada barqaror ushlab turishga harakat qilishadi. Xulosa qilib aytganda, o'rtacha inflyatsiya iqtisodiyotga harakat, o'sish va barqarorlik olib keladi. Ha, aynan shunday. Barqaror nazorat ostida inflyatsiya iqtisodiy sog'lom o'sishning belgisi.